o'yladingizmi? Mana shunaqa deb Mana o'yladim. raqamga qaramasa to'xtatib qo'yani. Ha siz qayerga ketyapsiz? Mashinani mingga qo'yib, rimellarni taqmay, qizillardan o'tib, maza qilib qayerga ketyapsiz? Qizimnikiga? Qaysi qizingiznikiga? O'zi bitta qizim bor-ku. Bitta qizingiz. Ha, yaxshi. Bu sumkalarni olib, katta bozorlik qilib, narsalar, kiyim-kechaklar nimaga bu? Sizlarnikida 1-2 hafta mazza qilib dam olaman deb narsalarni olgandim-da. 1-2 hafta. Biznikida. Assalomu alaykum. Inspektor Aidov, hujjatlarni taqdim eting, hurmatli haydovchi. Kuyovjon, hazillashayapsizmi? Yo'q, hazillashmayapman. Hujjatlarni taqdim eting deyapman sizga. Voy, menda hujjat yo'q-ku. Hujjatsiz yuraman-ku men. Sizni sharofatingiz bilan. Iltimos ko'p hingillamang. Hujjatlarni taqdim eting, qizilda o'tib ketyapsiz. Boz ustiga xavfsizlik kamarini ham taqmagansiz. Hujjatlarni bering. Hurmatli haydovchi, tushing mashinadan. Bo'lmasa jarima maydoniga olib borib qo'yaman mashinangizni. Voy, kuyov, sizni sharofatingiz bilan hujjatsiz haydayapman mashinani. Tushunmadim. Mashinadan tushing. Gaplashamiz. Nega siz mashinani hujjatsiz va qizil chiroqlardan ham o'tib kelyapsiz? Hujjat ham yo'q ekan buning ustiga. Ha, kuyov, menda hujjat yo'q. Umrimda hujjat bo'lmagan. Unda mashinangiz jarima maydoniga olib borib qo'yiladi. Kuyov, hazillashyapsizmi? Men hazillashmayman. Men siz bilan hazillashayotganim yo'q. Bo'ling, hujjatlaringizni taqdim eting. Meni taniyapsizmi? Men qaynonangizman. Qaynonam bo'lsangiz, o'zingizga, tushundingizmi? Siz uyda qaynonasiz. Siz hozir ko'chada meni xizmat faoliyatiga duch kelib qoldingiz. Kuyov, qizim eshitsa xafa bo'ladi. Unaqa qilmang. Qizingiz uyda xo'jayinchilik qiladi. Men hozir ishdaman, tushundingizmi? Qonun hamma uchun barobar. Qonunda yozib qo'yilgan. Hech zamonda kuyov qaynonaga jarima yozganini eshitganmisiz? O'sha odam men bo'laman birinchi. Hujjatlarni taqdim eting. Shunaqa deng. Ha. Balki adajoningiz bilan gaplasharsiz. Kim bilan? Adajoningiz bilan. Qaysi adajonim bilan? Qaynotangiz bilan. Adajoningiz bilan. Meni adajonim bitta, dadam bitta meni. Meni ikkita dadam yo'q. Ha. O'shani jarima maydoniga chiqaman. Qaynotangiz bilan gaplashing. Gaplashmayman, tushundingizmi? Chol, chiqing bu yoqqa. Ha, kuyov. Adajon! Yaxshimisiz? Ha, kuyov. Nima gap? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Keling. Nima qiliq bu? Nima tushunmovchilik? Nimadir dedingizmi? Hech narsa deganim yo'q. Nima deding? Meni dadam, Qaysi dadang? adajonim Hop, ikkita dedim. Meni ikki adam bor. keyinchi? Ikkisi ham mehribon. Xo'p. Biri menga non bergan, ikkinchisi qiz bergan. Qiz berganmi faqat? Keyin ish ham bergan. Yanachi? Mashina bergan, mashina. Ko'rnamak. Yana nima bergan? Keyin uy bergan, uy. 2 qavatlik. Qaysi otang bergan? Adajonim siz bergansiz. Adajoning senga qizini bergan. Bergan. Uyini bergan. Bergan. Mashina bergan. Bergan. Bitta narsa bermabdi-da, ha? Nima bermadilar? Olaman. Nima qolib ketdi? Endi kech ololmaysan. Nimaga? Adajoning senga bitta narsa berish esidan chiqibdi. Nima? Farosat bermabdi senga. Farosat. O'tir mashinaga. Hey, o'lingi. Uyga boringlar, biron yil yashaylar. Siz qaynanam va xotinim sog' bo'linglar.